Üçüncü bölüm. Yaz yağmuru yağman deb xeyligacha yağmadı. Tünügün akşamdan beri ufuq yüzüde qarayıp, türülüp, bağrıda yalt-yo'l çaqmaqlar chiqib turgan qalin bulutlar tün yerimidan o'tganda oxir qo'yiverdi. Cho'ng-cho'ng mervayib qamchilar qetib ketgan yerga sharildab yig'ib, suvlar sharildab iqishga boshladi. Yomg'ir Audi Kalistratovning yuziga urilib, uning hushiga keltirdi. Bu hayotning sovuğusi edi. Audi poyezdin tashlab pastga tushib ketgan peti temir yo'l bo'yidagi o'ymanda yotadi. Ha degandala xiyoliga na deyapman, yomg'ir yeyotganda nima degan fikr keldi. U ingrab o'rnidan turmoqchi bo'lib etib, beqindagi dahshatlik og'riqdan dod devetishga tasli qoldi. Uning beshi cho'yindek eg'ilishib ketgan edi. U yana hushini yo'qotdi. Bir ozdan keyin ko'zini ochdi. Xolis yomg'ir uningga hayotlik berdi. Yomg'ir sexiylik bilan chilaklab qo'yiladi. Suv Audi yotgan o'ymanga yuqoridan chaqirib eqib tushadi. Yomg'ir Audining atrofida zo'rg'a aylanadi. Suv uning tomog'igacha kelib qolgan edi. Audiga o'zini qo'lga olmoqdan boshqa iloj yo'q edi. U bu xatarlik joydan chiqishning peyiga tushdi. Ha deganda mag'dursiz va uyushib qolgan badanini harakatga keltirish azobi uni qiynadi. Audining tirik qolganiga ishongisi kelmaydi. Vagonda uni zor qaqshitib qaltaklashgan, shiddat bilan ketayotgan poyezdin rahimsizlarcha tashlayotgan emasmidi? Lekin qarang, u hozir tirik turibdi. Jini chiqmabdi. Mana harakat qilishi, ko'rishi, anglashi, o'milishi mumkin. Chilaklab qo'yilayotgan munu yomg'irmi qandoq yaxshi, ha? Uning zor qaqshigan badaniga shunchalik yiqiyotdi. Qo'l-putlarga darmon bo'layotdi. G'udungshib o'tda qizib ketayotgan beshiga shifo bo'layotganligini demamsiz. U kuchining yetishicha yuqoriga surilaverdi. Tezla tong yuriydi. Hayot yashash yanala boshlandi. Shu chaqda u nima qilishni kerakligini o'ylab topadi. Hozir bo'lsa bir amal qilib o'ri turib olsalar bo'ldi. Shu orliqda shiddatli yomg'ir va tun qorong'uligini yerib, birining keyindan biri tizilib poyezdlar guldirlab o'tadi. U shuningga xursand edi. Qandaqla narsa hayotlikdan shabi bo'lsa, shu narsa uni haddidan ziyoda xushal qiladi. Audi qo'ldan kelgan taqdirdami yomg'irdan o'zini chetga ilishni xohlamaydi. Yomg'ir butun vujudiga qaytadan jon ato qilayotganligini his qilib turadi. Qo'l puti saq bo'lsa bo'ldi. Ishlangan, tilingan, jarohatlangan bo'lsa mayli, hatto beqindagi og'riqmi chog'liq chidaydi. U bir amal qilib bexatarlik joy dong ustiga chiqib oldi. Endi u butun vujudini yomg'irning ixtiyoriga berib, nafsini rusladi. Shunda qilib u yo'qlik sahrasidan yana tiriklik dunyosiga qaytdi va hayotning tub mazmunini yana bir boshdan tiklashga kirishdi. Oy xiyollarning ro'shanlashayotganligi va salmoqliq bo'layotganligidan ajablandi. Shu chaqda u Ponti Pilat huzuridan G'olqof tarafga ilib ketilayotgan zotga: "Ya Rabbi, men mashadiman. Ya Rabbi, seni qutuldirishni orzu qilaman. Lekin nima qilay, qanday qilay? Seni qanday qutqizib olaman? Men yana hayotlikqa qaytdim. Sening holingni o'ylab, meni vahima besiyotdi" dedi. İnsan ba'zida tasavvur qilish kuchini yo'qotmaydiganlar bo'lsa, yuzlab minglab yillar bilan ajratilgan vaqt bo'laklari ichida yashayalaydi. Mohiyatda azdir ko'pdir tarix bilan tang ketayotgandek hissiyotga kelalaydi. Holbuki o'tmishdagi voqealarni ko'z oldidagi reallikdek yaqinla ko'ralaydigan, uzoq o'tmishdagi kechirmishlarni o'zining jonijon ishi, o'zining taqdiri deb bilalaydigan kishi haqiqiy jafokash va riyozat egasidir. Chunki u bu voqeaning nima bilan oxirlashadiganligi, uning nimalarni keltirib chiqaradiganligini oldin ko'rib va bilib turib, voqealarning taraqqiyotiga hech qanday ta'sir ko'rsatilmay, faqat dard-alam chekadi va o'zini hech qachon amalga oshmaydigan adolatning tantanasiga qurbon qiladi. O'tgan kunlarning haqiqatini tiklash va murarralashtirish ruhini muqaddasdir. G'oyalar mana shunday tug'ildi. Yangi nesillarning oldingi va uningdanmi, yana uningdanmi oldingi avlodlar bilan ruhiy jihatdan chetilishi ana shunday yuz berdi. Dunyo shuning bilan mustahkam turadi. Hayot tajribalarim doim uzluksiz holda qavatma-qavat bo'lib to'planaveradi.
Yavuzluq və yaxşılıq avloddan avlodqa bitməz tükməz xatirələrdək çəksiz zaman boşluqda miras olub qalaverdi. Dərvaqa şunun üçün aytilgan ki, tünügün ötən adamlar bugün nimalar bo'lishini bilmaydi. Lekin bugungi odamlar oqshom nimalar bo'lganligini biladi. Atsi bo'lsa, bugungi odamlar tünügungi odamlardan bo'lib qoladi. Dərvaqa yana şunun üçün aytilgan ki, bugungi odamlar tünügungi odamlar orasida yashaydi. Lekin atigi odamlar bugungi ishni unutib qolgan bo'lsa, bu ko'pchilikka kelgan baxtsizlik bo'ladi. Avdi shu kuni Pasxa bayrami harpisi kuni qattiq beyaram bo'lib, ümidsizlik ichimdi. U havoning texi qiziqi qaytmagan mushu hit harpisi oqshimi Tuvan shahardagi sahobalarning ulug' kichiki kechigiga hozirlagan panoh joyini tepishga o'rnatdi. Shu panoh joyda u non tushdi. Bu mening yoritilishim dedi. Hey, may quyib sunib, bu mening halol qinim dedi. Aslida uni kelish oldida turgan xavf-xatardan Iskara Tuvarning satqinlik qilishidan ogohlantirgan bo'ladi. Uningga mushu qo'rqinchli shahardan darhol ayrilib, darhol yo'lga chiqishi lozimligini aytqil bo'ladi. Tun pardasi yeyildi. U qing'ir-sing'ir yilon bag'ri ko'chalarda aynib yurib, shu panoh joyini izlaydi. Shu yerlarda biror tonishi uchrab qoldigandek piyoda yurgan va ot uloq mingan o'tkinchilarning chiroyiga tikilib qaraydi. Lekin na uylarga kashki tomoq uchun oldiravotganlar, na do'konlar yepilishdan ilgari mol setilish uchun kirib chiqayotganlar orasidan u dardini aytqudek biror odam topolmadi. O'tkinchilarning ko'pchiligi bo'lsa, hatto Aysa Masihning kimligini bilmaydi. Shaharda tamtirab yurganlar ozmidi bir rahimdil kishi uni unimog'iniga qo'ymay uyga elib berib mehmon qilmoqchi bo'ldi. Ammo Avdi minnatdorlik bildirib rad qildi. U oldi bilan murabbini ko'rish arzusida edi. Jiq hayajonlanganlikdan panjirlardagi chiroq nurlaridan, o'choqlarda qaynayotgan turli tomoqlarning xushbo'y hidlaridan salqin bo'lsin deb yo'llarga va hovlilarga sepilgan suvlarning havoga ko'tarilgan g'o'rlardan uning beshi aynib ketdi. Ko'ngli aynidi. Shu chog'da Avdi Gefsman beg'iga qarab ketdi. U ibodat qilayotgan yoki suhbat qurayotgan Aysani va uning muridlarini shu yerdan topaman deb o'ylagan edi. Lekin amgiga bekor ketdi. Bu yerdimi kash kirib qolgan bo'lib, hech kimni topolmadi. Bog'dimi hech kim yo'q. Qurolliq olman murabbani tutib olgan heliqi yo'g'an anjur daraxining atrofidami hech kim ko'rinmaydi. Suhbatdoshlarning hammasi murabba bishorat qilgandek petrab qechib ketgan edi. Ay yiroqdagi dengiz bilan zamin ustida uzib yuradi. Tun nisbatan oshgan bo'lib, atigi kun yiqilishib qolgan edi. Bu kunning oqibatidan qutulish qiyin bo'lib, u insoniyat tarixiga uzoq muddat va ko'p taraflama ta'sir ko'rsatdi. Biroq Gefesmanda uning to'rt atrofidagi qirlarda yeyilib yotgan uzumzor va bog'larda shu soatda jimjitlik hukmron edi. Faqat chatqonliklarda u tun qushlari sayrashadi. Olamni paqalarning quruldoshlari qoplagan edi. Mangu uyg'oq Kedurun daryosi bo'lsa, orcha qoplangan tog'lardan, qadimgi tosh o'stanglardan shoqirab yiqib, oy yo'rqida yollab turadi. Qancha-qanchilgan saylarga ajrilib va bo'linib ketadi. Ondan yana yig'ilib bir ulug' iqinga aylanadi. Hammasi ming yillardan beri qandoq bo'lgan bo'lsa, shundoq osta va xotirjam edi. Shu kecha zamin yiqimliq va farovon edi. Yolg'iz Avdiylar manzilisini bilmaydi. Chunki hamma ish yuz berishga tegishlikdakla yuz berdi. Lekin u buni cheklayolmaydi. Uning oldini ololmaydi. U o'rtanib, kuyinib yig'laydi. Atiki Xudoga yolvoradi, ammo foydasi yo'q edi. U heliqi hodisa yuz berib 1950 yil o'tgandan keyin yuz bergan ishlarga chidab tura olmaydi. U o'tmish kunlar ichiga o'zini oqtirib kirib, zamonlarni eshib, aplab-saplab, oxiri o'zining taqdir ipi bog'langan dastlabki bosqichga xiyolan qaytib keldi. Birdam ming yillarning ichiga kirib, birdam yana bugungi ko'z oldida bo'lib turgan voqelikka yelkalari va beshini to'xtamasdan urib yig'iyotgan dash yomg'ir ostiga qaytib, birdam xiyol dengiziga cho'kib, birdam hamma tafsilotlarni aql tarozisida birma-bir o'lchab javob izlaydi.
Audi tarixqa nisbatan kichkina bo'lgan o'z beshimchilikqa xolis niyatda yo'l qo'ygan bo'lib, qiyomat haqidagi hiyli kerak maydonga kelgan degan fikrni buningdan xeyli burun yashab o'tgan odamlarga bog'laydi. U shu haqda qandoqla bo'lmasin Ponti Pilatni xabardor qilishini xohlaydi. Bo'libmi saltanatning hammaga qodir noibi Ponti Pilatning shabsi bugunga qadar texi butunlay yo'qolib ketmagan edi. Bilish kerakki, Ponti Pilat bo'laman deguchilar hozirmi samandek. Audi Kallistratov turgan nurg'un voqealardan halqib o'tib, dunyoning azaldan buyon mavjud bo'lib kelayotgan qonuniyatlari garchi xeyli mazgil o'tgandan keyin oshkorlangan bo'lsa-mu, lekin doim rolni joriy qilib kelyotadi degan xulosa keldi. Qiyomat haqidagi xulosasi shundaq edi. Yer yuzidagi barliq adolatsizliklar jazosini tortmay qolmaydi degan fikr insonlarning tug'ma iqtidorini azoblamay qo'ymaydi. Inson ruhining o'z ko'zi, o'zini tushunish fojialari nemishqa xuddi burun hamma yoq bo'mbo'shla qolgandek doim Aysodan boshlandi. Ayso kim? Bularning nima hojati? Yoki biz mangu to'g'ri qilib o'tish uchun bir bahona izlayapmizmi? Nima sababdan? U Krisqa tortilgandan buyon hamon hushimizni topolmay garang-gurung bo'lib turmiz. Shuningdan beri qancha zamonlar o'tib noydi ko'p, mangu chirmaydi deyilgan narsalar unutilib, is tutakdek tarqalib ketmadimi? Odamlarning hayoti kundan kunga kamolatga yetadi degan diniy qoidalar doim asda saqlanayotdi. Bugun yangi tuyulgan narsa atisiga ko'niraydi. To'limi yaxshi deb tonilgan narsalar, uningdanmi chiroyliroq narsalar oldida o'z go'zalligini yo'qotib, xiralashib qoladi. Shundaq ekan, nemishqa Aysoning o'zlari ko'nirmay, o'z kuchini yo'qotmay kelyotdi. Uning tug'ilishidan tortib, ta Kristga mixlanguchi bo'lgan hodisalar va keyin uningdan avloddan avlodga qolgan narsalar insoniyatga shunchalik zo'rurmidi? Ulardan qochib qutulg'ili bo'lmasmidi? İnsaniyet tarixida besib o'tilgan bu yo'lning ma'nosi nimadan iborat? Odamlar nimaga erishdi? Nima qaror keldi? Natijasi nima bo'ldi? Agar buningda ko'zda tutilgan yo'shirin maqsad insonparvarlik, o'limalarning aytganidek gumonizm g'oyasi bo'lsa, yana aql idrok ato qilingan yoritilish sifatida insonning o'zi tarafga tashlagan qadimiy ruhning o'z ichiga o'zi tugamas va oxiri yo'q kamallarga intilishi bo'lsa, bu yo'l beshidila shunchalik mushkul, eg'ir va shafqatsiz qilib silinadimi? Kim shunda qildi? Nimishqa? Har kim o'zicha targ'ib va tafsir qilgan nasroniylik va butun jahon chirkovi insonparvarligidan tortib, toki ijtimoiy shaxsiyatchilik, sinfiy va butunlay mavhum bo'lgan insonparvarlikchi bo'lgan hamma va odamlar shularsiz kun kechirilishi mumkin emasmidi? Bizning asrimizga kelganda shu yo'lda allaqachon chirib ketgan dinning nima keragi bor? Ras, zodi nima keragi bor? Bular hammaga, hatto bolalarga allaqachon ma'lum. Oxir materialistik ilm-fan xristian dini va boshqa dinlarning aqidalari qabristoniga o'z qo'zg'ini qiqib tashlamadimi? Ularni birdan-bir to'g'ri yo'l taraqqiyot va madaniyat yo'lidan qat'iylik va shiddatlik bilan supurib tashlamadimi? Hozirgi odamlarga dinga e'tiqod qilish ehtiyoji yo'qda qiladi. Ularga o'lgan aqidalar to'g'risida tarixiy ma'lumotlar bo'lsa kifoya. Hozir bularning hammasi o'z kuchini yo'qotdi, ko'nirdi, o'tib ketdi. Lekin biz nimaga erishdik? Real dunyo qarashlar tarafidan allaqachon ochiq kulka ostiga ilingan va yo'l chetiga piqirtib tashlangan rahim shafqatlik bo'lish, o'zini qurbon qilish degan ashu g'oya badliga biz nima topdik? Bizning shunga o'xshab ketadigan, uningdan ko'rak bo'lgan nuqtai nazarimiz nima? Yangilik albatta ko'nilikdan yaxshi bo'lishi kerak emasmi? Bizda shu yangilik bor. Yangi qudratli aqida barqasir kuchayotidi. Bu ustun o'rinda turadigan harbiy kuch qudrat aqidasi. İnsan balası uzoq zamonlardan beri kunma-kun tug'ilgandan tortib ta o'lganiga qadar mushu kuchlar urush qo'zg'armikan yoki jim turarmikan degan vahima ichida yashab kelyapti. Hozir shu qurol egalari xudo bo'lmay nima? Hozir kishilar hidrogen bombasining moduli qo'yilgan ba'zi cherkovlarga berib pichirlashib ibodat qilyapti. Generallarga ta'zim baja keltiryapti. Buning dindan farqlangan qaysi yer bor? Audi Kallistratov ba'zida hayot, turmush haqida ana shunday xayollarga berilib ketadi.
U bu qitimmo tafakkurning cheksiz uzunligida o'tmishning ichiga, o'zining qancha zamonlar ilgari bo'lib o'tgan voqealar ichiga, ular xuddi hozir yuz berayotgandek kirib ketdi. Yangi suvlar koni qirg'oqlarni iqib o'taverdi. Shu chaqda ashu kunlarning beshi bo'lgan Heyt harpisiga juma kuniga qaytadi. U murabbini izlab topmoqchi, o'zining tashvish, nadomatlarini bayon qilmoqchi. Necha yüz yillar o'tgandan keyin keladigan zamonlarning tahlikalarni aytmoqchi. Tarix sahnasida yangi Xudo o'zining foydali va vahmiga bob keladigan dinni bilan har yer yuzidagi jimiki odamlarning engini zaharlagan, hatto harbiy kuchlardan ustun chiqqan Xudo Gulaf paydo bo'lganligini ma'lum qilmoqchi. Buningga murabbiy nima der? Uning vahimaga tushishi ehtimol. Harbiy ustunlik uchun quturib musobaqa qilayotgan insoniyat oxir nega boradi? Mubada u ikkinchi qitim bizning gunohlarimizni yelkisiga otib yana kirisqa maqlansa edi. Shu chaqdami taqib qilg'uvchi va hujum qilg'uvchi harbiy kuchlar dinning asartiga tushib qolgan odam bolalarining rahim shafqatini qo'zg'ay olmagan bo'ladi. Afsuski, u murabbini topolmadi. Uni Iuda sitvatgan va tutib olib ketgan edi. Avdi hovlab turgan Gefsman beg'ida bo'lib o'tgan va endi bo'lgan hamma narsalarni o'ylab yig'laydi. Dunyoda o'zini yolg'iz his qiladi. U aldirab tinib kayniga qaytdi. Shu zamonlarda shimoldagi qorong'u chatqallarda yashaydigan, yog'ochdan chepib yasalgan butlarga tevinadigan va texi uning Avdi degan ismini bilmaydigan ajdodlarni ashu Gefsman beg'ida ko'rgandek bo'ldi. Avdi degan ism texi keyinroq paydo bo'lgan. Avdi o'zimi texi yiroq, ma'lum asrda dunyoga kelishi kerak. Avdi murabbiy tutib ketilgan ashu anjur darg'i ostida uzoq yig'lab o'ltirdi. Shundaq o'rdangini bag'rini tilg'iniga yarasha olamning mayus taqdiri o'zgarsa kashki. U keyin o'rnidan turdi. G'amkin holda shahar tarafga yo'l oldi. Xaloyiq Heyt harpisida kechadagi Quddus tomlari kaynida xotirjam uyquga cho'mgan edi. Yalg'iz ular yuragi tahlikaga to'lgan holda tanha shaharni kezib yuradi va hadab surishti qiladi. Qani murabbiy, uning nima bo'ldi? Keyin uning xiyoliga helimu kashamas texi murabbini qutqizish mumkin degan fikr kelib qoldi va yo'lda uchirgan hamma derizlarni taqillatqili turdi. Odamlar turinglar, xatar kelyotidi. Texi vaqt bor, murabbini qutqizayli. Men uni Rossiyaga elib ketaman. Oga degan daryoda bir xiyoliy orol bor. Advining o'yicha daryo o'tirsidagi mushu orolda murabbiy har qanday xavf xatardan xoli bo'la oladi. Shu yerda dunyoning o'zgarishlari to'g'risida xiyol suralaydi. Ehtimol shu yerda uning yangi bishorat kelar. U odamzod uchun yiroq zamonlarga boradigan yangi yo'l topar va odamlarga yangisi ilohiy kamolat chekini baxsh etar. Shu chaqqa borganda uning ixtiyoriy holda o'z zimmasiga olgan sharafli burchi va maqsadi qonliq yo'llarni o'tmagay, xorliq, xo'rliq va azob oqibatlarga giribdor bo'lmagay. Holbuki bu divona odamlarni va adolatni deb ashu barliq azoblarni o'z ustiga ilishga, taqiblarga bardoshlik berishga tayyor. Taqiblar bo'lsa ashaddiy va shiddatlik. U kelgusi avlodlarning baxsh saodati uchun shu halokatlik vazifani o'z zimmasiga oldi. İnsonni azaldan buyangi adolatsizliklarga bog'langan zulmdan qutuldirish yo'lini tanlaganda buningdan qochib qutulishning iloji yo'q. Aslida tabiiy narsalarda adolatsizlik bo'lmaydi. U faqat odamlar orasida mavjud va odamlardan boshlandi. Biroq maqsadga shunday g'ayriy tarixiy yo'l bilan yetkili bo'ladi. Ammo murabbaning shu savqi inson o'z shaxsiy manfaatini qondirish uchun intilganda diyonat va iymon azobini o'chirib, uni besib tashlaganda, o'zini oqlash uchun son-sanoqsiz bahonalarni to'qiganda, men yomonlikqa yomonlik bilan javob berishga majbur bo'ldim degan chaqlarda unutilmasmikin? Shu saboqning unutilmasligi uchun bir oz bo'lsa-mu ishonch bormikin? Yaratılışının gültacı, paravallık ve külpetleri de kembağallık ve dövletmellikte, hüküm sürgende ve hüküm sürmegende insani her daim onunla hemrah bolgan halaketlik arzu heveslerden qaytıralarmikin.
Yaratılış tacı insanı başkalarının üstüdün hükümranlık qilish iştiyaqi ve zo'qidan qaytarish mümkünmü? Həmişə əz hoşuğa nima kelsə şunu qilishidan qaytarish mümkünmü? Özüge təmanna qoyuş və təkəbbürlük insanın kuch qudrati bo'lgan chaqda uni hükümranlık qilish və zo'rlik qilishga undaydi. Kuch qudratdan ayrilgan chig'idimi xushamatgo'ylik, munofiqlik va aldamchilik bilan yana shu maqsadga intiladi. Shundaq ekan hayotning asli ma'nosi nimadan iborat? Asli maqsad nima? Qani bu savolga kim javob bera oladi? Sapligi va haqqoniyatligi hech kimda shubha tug'dirmaydigan shundaq javob bormi zodi? Mürəbbi, sən insanlarni yaxşılıq və muzavvat yoluğa kirsin, deb ağır cazanı boynunğa aldın. Bu güzel əxlaq aqılni əxmaqdan fərqləndirib beridi. İnsan yer yüzüdə qiynalıb yaşaydı. O yerdə yamanlıq tomur numurları naiti çonqur yıldız tartqan. Erkin fikir bilan qanoatlangan aqlni o'zida yovuzlik qoldiqni yuqumliq kasallikdek butunlay quritgan va qaqshatgan ulug' zotni bizning mutlaq engimizni shu yo'l bilan yetishtirgili bo'lamdi. Ah, qani shunga erishalsak. Ah, Xudo, tuzatgili bo'lmaydigan dunyoni tuzdiman deb ustingga nimishqa shuncha ig'ir yukni olding? Nijotkorim bir oz tahir qil. Sen ularni deb o'lim azobini qabul qilding. Ular bo'lsa keyin seningdan kulishidi. Ha, qaqaqlab kulishidi. Boshqalar bo'lsa minglab yillar o'tgandan keyin materialistik ilm-fan Xudoga bo'lgan ishonch asoslarini butunlay yo'qotgan va sen beshingdan kechirgan hamma narsalarni po'chak deb atagandan keyin ayrimlari seni mazoq va masxar qilishidi. Savdoyi tantak kim shunda qilsin dedi. Bu kirsqa mixlash tamashasi kimga kerak? Buning bilan kimni hayron qoldirmoqchi? Nima berdi bu odamga? Uni qilchi bo'lsa-mu o'zgartirmadi? Boshqacha qila oldimi? Sening jasoratingni be'ma'nilik deb hisoblaydigan avlodlar ana shunda o'ylashidi. Ular hozirgi kunda moddiy qurilishning asli mohiyatini topdi va yerning tortish kuchini yengib, koinot qavatlarining ustidan yo'l ilib, bir-biri bilan osmonni oshkuzlarcha talashyotdi. Sayyorlarda hukmronlik qilishga urinyotdi. Olamning cheki bo'lmasa-mu, ularga baribir oz ko'rinyotdi. Yer yuzida qo'ldan hech kelmagashga haqqavurlikqa berilib, hamma narsani uningga qurbon qilishdan yanmay, sen muruvvat asosini qurish xiyolini surgan zinminning ko'lini ko'kka ko'tarishdanmi taymayotdi. O'ylab ko'rgin, ular o'zlarini Xudodanmi yuqori deb turganida Xudoni tan olamdi. Hamma narsalarning külünü kök sormaqçı, seni və xiyallarini bütünlay yo'qotib tashlamoqchi bo'layotganlar uchun sen faqat ma'juzsan. Xolos. Ah sho'rliq, ah sadda murabbim. Yur, ikkimiz birga bu Oka tarafiga qachayli. Daryoning o'rtasidagi ashu xilvat orag'la borayli. U yer sening uchun ko'kdagi yulduzdek bo'ladi. Har yoqdan ko'rinadi, ammo hech kimni qo'li yetmaydi. O'ylab ko'r, hiyli-mi kechikmidi? İxtiyarimizda texi bir kecha va tong bor. Balkim sen rəhimsiz qismatdan qutulishni bilərsən. Hoşingni yig'. Nihoyat sen tanlagan yo'l birdan-bir to'g'ri yo'l bo'lsa. Avdining ko'zlari azobdan lo'qildab ag'raydi. U kechadagi tinch Quddus ko'chalarini tinmay kezatdi. Yaratquchi tarafidan yer yuziga azoblik va fojialik qismat uchun odamlarga mangu savoq va xotira uchun avatilgan zotga o'z fikrini uqtirishga urinadi. Lekin odamning tabiati shundoq ekan, hech kim bu malomatni zimmasiga ola olmaydi va har kim o'zicha bahona izlaydi. Buning uchun hech daxlis yo'q. Dunyoning ishlari u aralashmasimi bitaveradi. Nima bo'libdi? Pissa bitirsin. Mushu xolis niyat ichida inson tabiati to'liq hisobga ilinmag'ashqa qanchalik bitmas tugmas kinoya yoshirinib yotadi ha? Uningda Avdi shahar darvozasi atrofida aylanib yurib, 3 putliq bir lolma itga duch keldi. It zaxmlangan 4-putini qo'rsqig'iga besib turadi. It Avdiga mo'ngluq va aqlli ko'zlar bilan tikildi. "Nima qilib yuriysan, cho'liqim?" dedi u itni ko'zdan kechirib o'tib. "Senmi meningdek sargandon ekansan, yur ketdik." Shuningdan keyin it tong suzilgicha Avdi bilan so'qildab yurdi. It to'limi ziyrak bo'lib, hamma narsani tushunadi. Tong atdi. Shahar uyg'ondi. Uning kundalik tashvishi va yugur yetimlar boshlandi. Bozorlar va maydonlar sahro
Bədəvlilərinin yük artılğan tövgələrə, türlük tömən mal tovarlar bilan to'lgan ot harvularga, eshak qichirlarga, yelkalari va boshlarida narsa ko'targan hammonlarga to'shib ketdi. Bozor toza qizidi. Varang-churang oldi sotti avjiga chiqdi. Biroq nurg'ulg'an quddusliklar shaharning oq tomliq ibodatxonasiga qarab yo'l oldi. Alman u yerdan qaynab teshib Rim prokuratura boshlig'i Ponti Pilatining saroyi tarafga mangdi. Ularga Avdiy Klastratovmu qo'shildi. U gap murabbaning taqdiri ustida ketayotganligini pamladi. Alman bilan birga iroda saroyiga bordi. Lekin qurollangan pasbonlar ularni noibining qishiga yo'llatmadi. Ular saroy oldida saqlab turishdi. Kun attigandan tartibla qizg'an bo'lsa-mu, xalq hamon saldak eqib kelyotdi. Turlik tuman odamlar bu yerga turlik tuman istak xohishlar bilan to'planmoqda edi. Janjalchi Alman orasida nima gaplar bo'lmaydi deysiz? Ba'zilar Rim noibi payg'ambar Aysoni o'z huquqiy doirasida abu qiladi. Quddus sharafdan xoligan yiqiga chiqarib etadi. Faqat bu yerga hech qachon qaytib kelmasligini shart qilib qo'ydi, deyishadi. Boshqalar bo'lsa o'limga hukm qilganliklardan birini hech sharafiga albatta ozod qiladi va bu Aysa bo'ladi deydi. Yana ba'zilar bo'lsa Aysoni Xudo Yahvening o'zi hammaning ko'z oldida qutqizadi deb ishonadi. Lekin hammasi saroyda nima bo'layotganligidan xabarsiz bo'lib, intizorlik bilan kutmoqda edi. Alman ichida tegi takti bo'lmagan taxtni dab beshidan ayrilay davatgan devonni maza qilib kulguchilarmi tepilatdi. Naib nimishqa gapni so'zadigandu, qolisini elish kerakmi? Shartida elish kerak. Gapni kuchaytib nima qiladi? Oftobning qizdirayotganligini ko'ring texi. Kun peshin bo'lguncha g'olqafda hammaylan ko'rgulikini ko'rdim. Degichilarmi yo'q emas edi. Bu Aysa deganga gap tepib bergili bo'lamdi. Xohlagan odamining beshini aylantirib etadi. Shu topda u bu yerda toza mamadallik qilayotgandi. Naibni kuldirlatib o'ltirgandi. Xudo ko'rsatmasin, naib uni texi qo'yib berishi mumkin. Bu yerda ahmoq bo'lib ketganimiz qoladi. Aysamo toza g'alati zot ekanda, va'da degani rosa jiq berdi, lekin qini shu yangi saltanati. Mana endi o'zini itdak esib o'ltirishdi. Shundoq bo'ldi ekanda, dunyo deganda. Ularning gap so'zlarini anglab, Avdiyning pag'ani o'rlaydi. Uyalmamsizlar, shundoq deyishdan, noshukr, noinsof bandalar inson ruhining o'z-o'zi bilan bo'ladigan ulug' ko'rishni yerga urg'uli bo'lamdi. Xo'rlamanglar uni. Uning bilan faxrlanish kerak. Odamlar o'zinglarga uning ko'zi bilan qaranglar deb ko'ksini tig'lab, ko'z yoshlarini to'kib nola faryod chekatdi. Lekin uningga hech kim quloq solmaydi, pisand qilmaydi. U texi uzoq ma'lum asrda tug'ildi da chilaklab quygan yomg'ir yerim kechida asta pasishga boshladi. Yana oliq oyoqlarga qara yomg'ir bo'lib yig'ishga yo'l oldi. Oxirida yomg'ir to'xtadi. Faqat onda-sanda birer yerimtal suv tomchisi tushib qoladi. Tong atay deb qolgan edi. Tiniq osmonda yulduzlar chaqnab turadi. Lekin osmonning tuvi texi qorong'u bo'lib, yomg'irdan keyingi ufuq chatlarila oqirib kelmoqda edi. Tun bo'yi yomg'ir ostida bo'y surgan o't cho'plardan dimoqqa salqin urib turadi. Lekin cho'l jonivorlaridan hech qaysi mushu paytda hayotlik payzini Avdiy Kalastrovdek cho'nqur his qilolmaydi. U kayfi ko'tarilmaganligi bilan jo'shqin hayotga chin qalbidan shukr qiladi. Avdiyning omadi bor ekan. Kunduzi havo qattiq issiganlik uchun kechada ancha salqin tushmadi. Shunga Avdiy to'nglamadi. Gerçi u başdan oxiri yomg'irda qolgan, zaxmlangan, jarohatlangan yerlari echishib, lo'qildab turgan bo'lsa-mu, og'riqini yengib, xiyolni bir yerga to'pladi. O'zini ayni vaqtning ichida ham uzoq o'tmish, ham hozirgi damlarda tasavvur qila oldi. Endi hayot uning ko'zlariga tamoman boshqacha ko'rinadi. Uni qismatning to'kpisi deb qabul qiladi. Shu sababdan yashash va fikr qilish imkoniyatini yanada ko'proq qadrlaydi. Yomg'ir to'xtagan chaqda Avdiy temir yo'l ko'rigining ostida o'ltiradi. U bu yerga oxirgi kuchlarini sarf qilib, qorong'uda ming mushaqqatda so'rilib kelgan edi. Ko'rikning osti ozroq bo'lsa-mu, quruq edi.
U xuddi bekor talablardek shu yerga kirib o'ltirdi. Beshini panoh qilgudek joy topganligidan va bemalol xiyol surish imkoniyati tug'ilganligidan xushal edi. Ko'rikning tegi jarangliq gulduraslarga boy bo'lib, ustidan poyezdlar o'tganida zambiraklar yiroqlardan biroqla o'q yog'dirayotgandek va keyin mo'ljalni boshqa yoqlarga olgandek bilinardi. Audining xiyoli shu kechasi erkin qushdek parvoz qildi. Fikr to'lgandan keyin ruhni o'z-o'zidan hech qanday to'sqinsizla zamon va makon cheksizliklari ichida erkin ozoda agashtirib ketadi. Audi birdam Aysa va Ponti Plat to'g'risida o'ylaydi. Shu zamonlar ichida xiyolan sayl qiladi. Beshi ustidan o'tib ketayotgandek poyezdlarning taroq-turqlari uni qadimiy Yahudiya G'ulqof teg'idagi mehratga cho'mgan olomon ichida tasavvur qilishiga haloqat yetkazmaydi va shu yerda bo'layotgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rayotgandek bo'ladi. Goh Moskvani, Pushkin muzeyiga borganini, Bulg'ar hofizlarining munojat qo'shiqlarini anglaganini eslaydi. O'ziga ikki tomchi suvdek o'xshaydigan Bulg'ar yigitni ko'z oldiga keltiradi. Xiyolda uning chiroyi qo'shiq aytayotganida yo'g'on ichilgan og'zi gavdlanadi. Bulg'ar qo'shiqchilarining ovozlari oliy ohanglarni yaratadi. Ular uning xiyoli va qalbini har yuksak parvozlarga boshlaydi. Uning diakon otasi Kalistratov cherkov qo'shiqlarini jon dilidan yaxshi ko'radi. Anglagan chaqlarda ko'z yoshi qilib ko'nglini bo'shatdi. Bir kuni kimdir biri uning otasiga zamonaviy rahiba o'qigan ajoyib g'aroyib duoni bergan edi. Shu yoshgina juvon bolalar uyida tarbiyalangan. Ondan shu yerda tarbiyachi bo'lgan. 1,5 oyla birga turmush kechirgan suygan yigiti urush yillari Germaniya suv osti kemasi cho'ktirib o'tgan harbiy paraxodda halok bo'lgandan keyin rohibalik udumini qabul qilgan edi. Diakon Kalistratov nadomat va salovat qo'shilib ketgan ashu ko'ngil hujjatini har qitim o'qiganda ko'z yoshlarini to'xtalmaydi. U sabiy o'g'li Audining uyining qizil burchagida kona pianoni yinida tek turib, o'smirlarga xos jarangliq, sap ovozi bilan cho'kib ketgan paraxod to'g'risidagi salovatini qiroat qilib o'qishni bekmo yaxshi ko'radi. Audi bolalar uydan chiqqan qizning talovatini yodlab olgan edi. U mundaq dedi: "Osmon oqirib kelyotdi, texi quyosh chiqmagan. Texi hamma uyquda sana har narsani ko'rguvchi va har narsaga rahim qilguvchi ko'nglimdagi zorimni tilovat qilib aytaman. Xudoya, o'zing kechirgaysan. Seni yod etishdan ilgari o'zimning arzdodimni esladim. Men tirikla bo'ldikanman, shu tilovat bilan yashag'ayman. Sen ruhimu rahmonsan, haqsan, poksan, kechir. Seni o'z arzim bilan ovora qilmoqdaman. Men o'zim uchun tilamayman. Menga dunyoning rohat parog'ati lozim emas. Ömrümni uzatmasam mayli. Faqat odamzod bolalarining dilini qutqizishni istayman. Sen olamning xo'jasisan. Qalbimizga muhr bosma, jaholatda qoldirma. Yaxshilik va yomonlik yo'riq olamda billa mavjudli bo'ladi ekan, bizni bahona sabab zanjirlaridan xalos qil. Odamlarning qalb ko'zlarini ochqaysan. O'zim uchun so'rmayman. Tilim ojiz. Men har qanday ajr oqibatinga tayyorman. Xolsang jahannam o'tiga tashla va xolsang chek chegarasi yo'q saltanatga ol. Qismatimiz o'z qo'lingda, yo hayotlik bersan, yo mamatlik. Sening rohibayi qo'limman. Ulug' kalomingning ixloskoriman. Sana birla arzim bor. O'zga arz yo'q. Dilimni hayot va dunyoning halovatidan, qayg'u nadomatidan, o'tkinchi ne'matlaridan pok-pokiz adoladim. Sening pok ruhingga yetishish iltijosi bilan shundoq qildim. Xudoya, faqat shuni so'rayman. Mo'jizangni ko'rsat. Mayli ashu kechini kecha demay, kunduzni kunduz demay, shu yo'lda zodi to'xtamay meniversin. Toki sama o'z yo'li bilan menib kun tunga tamoman qo'yilg'icha. Mayli shu kema ustidagi to'p zambiraklarning eg'izlari to'silib qolgan peti dengizlardan dengizlarga uzib yursin. Dengiz to'lqinlari ho'nkirak aytib, shaloqlab uning ko'kraklariga urilsin. Dengizning ochiq suvlari uning sharildab to'kilsin.
Zərrələr çeçilsin, zərrəçilər parçalanıb, onunğa nəfəs ata qılsın. O kema tamlarının g'araslığını, maşınlarının güldürligini, şamalda kemiga əgəşkən beliq alğışlarının g'aqıldığını anlasın. Mayli kema ən yiraqdagi dengizlarning ən yiraq sahildagi oppoq shaharga yo'l olsin, lekin baribir u yerga amdi hech qachon yetolmagay. Seningdan tilaydiganim ana shu xolos. Kecha kunduz tilovat qilib faqat shuni so'rayman. Ya ruhamu Rahman, mag'firatingdan chetda qo'ymag'aysan. Kechir, cho'kkan kemini tilovatimga qo'shdim. Arzimas dema. Sen umid dargohisan. Ahimiz dargohingga yetib bag'ay. Sen hammaga qodirsan, mehribonsan, rahmonsan. Har narsaning beshi senda, oxirimi senda. Sana yolvorib turimiz. Har qachon, har yerda seningdan nijotlik tilaymiz. Men olamdan o'tganda seningdan kim iltijo qiladi? Sana kim yelanadi? Xudoya, mayli shu kema dengizlaringda, mangulik dengizlaringda, cheksizliklardan mu nerada uzib yuraversin. Amin. Shu kechasi rohibaning tilovati nima sababdan yana esiga tushganligini Avdi o'zim bilmaydi. Agar ush quduqqa mototsiklda minib kelgan qiz uchrab qolsa, uningga shu tilovatni o'qib beratdim degan o'y xiyoldan lip qilib o'tdi va kulgisi keldi. Avdi ixtiyorsiz kulib tashladi-da, "Ha, kallasi yo'q, tantak" dedi o'ziga o'zi va u qiz xuddi yo'ldan chiqqan vatansiz o'g'ri qaroqchilardek ko'rik ostida shumshib o'ltirganimni ko'rib qolsa, nima bo'lgan bo'lardi deb tasavvur qildi. Meni kim deb qolar. Biroq shu ahvoldami unga kemi to'g'risidagi tilovatni o'qib bergan bo'lardim deb o'yladi. U uni sepi o'zidan bo'lgan devonigu deydi va haqliq bo'lib chiqadi, albatta. Avdi mushu alpazda uning ko'ziga ko'rinishdan nomus qilsimi, lekin baribir uni bakmo ko'rgisi kelgan edi. Avdi tong suzilgicha ko'rik ostida o'tirdi. Cho'l poyezdlari uning beshidan tarqalib o'tadi. Lekin u hammadan ko'proq choparmanlarni o'ylaydi. Ular qayerdakin? Hozir nima qilishayotgandi? Jalpoq sozdan o'tishib olgandi, yo'lda ketishayotgandi. Petruxa, Lenka va boshqalar hozir qayerda? Xuddi olvasidek nutq bermaydigan Girishanchu. Avdi qattiq xatolikqa yo'l qo'yganligi, yengilganligi uchun endi qattiq ichindi. Girisham o'tdi. Uning jinoiy ishi tantana qildi. Hamma ish bekmi yomon natija bilan oxirlashdi. Shundoq bo'lsa-mu, Avdi mana shu kunlarda beshidan o'tgan sinoqlarning bekor ketmaganligini tushundi. Bularning hammasini ko'rishi kerak edi. U choparmanlarni xatarlik yo'ldan qaytara olmadi. Lekin gazetda chiqarish uchun qiziqarli materiallarni to'pladi. U bu materiallarni peshona tari bilan topdi. Shuningga o'xshash mulohazalar Avdiga xeyli tasalli beradi. Lekin Lenkaga bakmo ish chaqirdi. Uni to'g'ri yo'lga silish mumkin edi, lekin ulgurolmadi. Avdi mo'yinqum cho'llarida ko'rgan va beshidan kechirganlarni bir-birlab xiyoldan o'tkazdi. Bo'rlarga yo'liqqanini, ko'k yalliq bo'rning beshidan o'qdak sakrab o'tganini, ammo o'ziga ziyon yetkazmaganligini yodiga tushdi. Bu bir ajoyib ish, to'liq g'alati hodisa. Bo'rning o't chaqnab turgan aqlli ko'k ko'zlari umr vayot uning yodidan chiqmaydi. Temir yo'l ustidan quyosh yana parlab, hayot o'zining yangi chempiriga kirdi. Kechadagi qattiq yomg'irdan keyin cho'l yoshnab ketgan edi. Havo texi salqin bo'lib, cheksiz ketgan pok va ko'k osmonida to'rg'aylar behudak sayrashadi. Bu yerlardan yiroq-yiroqlarda qaynab turgan hayot to'g'risida derak berib, poyezdlar cho'lning u chetidan bu chetiga oldirishadi. Kechasi osmondan yog'an saxovatlik suv tufaylidan cho'l sahrida ajoyib go'zallik va uyg'unlik hukm suradi. Quyosh egiz o'rlab qizdirishga boshlaganda Avdi kiyimlarini qurtmoqchi bo'ldi. U kiyim-kechaklarni yeyishib etib qo'rqib ketdi. Kiyimlar jul-jul bo'lib ketgan edi. Mushu ahvolda odamlarning ko'ziga ko'ringandan o'lib ketgan yaxshi edi. Badaniga bo'lsa qarg'il bo'lmaydi. Saq yeri yo'q. Hamma yeri hurrak, ishiq va jarohat izlari bilan qoplangan edi. Helimi yaxshi yenida ayniki yo'q ekan, bo'lmasa o'ziga qarab qo'rqib ketgan bo'ladi. Lekin aynaksizmi, uning hammasi aniq edi.
Yüzüge qo'lini tekkizib cho'chib ketdi. Buningdimi better bo'lishi mumkin edi, deb o'ziga o'zi tasalli beradi. U har holda tirik qoldi. Shuning o'zila tangdish yo'q baxt emasmi? Ko'rik tegida yishni bitib yana bir narsa uning ko'nglini xira qildi. Pasporti bilan ozroq puli butunlay kartdan chiqqan edi. Yiqilganda pasport puflinib ketgan bo'lib, yomg'irda to'nuqsiz holga kelib qolgan edi. Faqat 25 so'mlik puldan biri 10 so'mlik puldan birla karga keladi. Avdi shu pullar bilan Moskvaga va u yerdan Prookskiga yetishib olishi kerak edi. Avdi Kallistratovning ko'ngilsiz o'ylari chulg'ib oldi. U diniy maktabdan qo'g'langandan keyin mushkul ahvolda turmush kechirdi. Hadisi Varvaraning roziligini elib, koni pianoni sotdi. Varvara balliq chaqlarida shuningdan pianoni chelishni o'rgangan edi. Komissiyon do'konida pianonini hozir mundaq muzika quroliga qiziqish yo'q. Ular hamma joyda to'lib yetibdi. Hatto kona unalg'ularni qo'yg'ilimi joy chiqmaydi. Pianonini qayerga sig'dirmiz deyishib yerim pulga baholashdi. Amal bo'lmag'achqa rozi bo'lmay bo'lmadi. Mana endi cho'ntikida yormaqning sunuqimi yo'q. Eng yaxshisi bu haqda bosh qotirmaslik kerak. Yangi bir kun boshlandi. Bu yashash kerak ekanligidan derak beradi. Turmush to'lqinlari xiyolparast Avdi Kallistratovni yana kekirdigidan oldi. U kechicha ko'rik ostida o'ltirib o'ylab chiqdi. Endi bu yerning qanday qutulishning chorasini izlash kerak edi. Buningdan sirt qo'rsqining g'amini qilmasimi bo'lmaydi. Shu chaqda Avdiga omad kulib baqdi. Kun yo'rg'andan keyin u panohlanib o'ltirgan ko'rik tegining ot uloq yo'li ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yo'lda mashinalar anda-sanda qatnab qolsa-mu ajab emas. O'tkinchi mashinalarni kutay desa, yana qanchalik o'ltirishga to'g'ri keldiganligini Xudo biladi. Avdi eng yaqin ochalg'icha piyoda minib berish qaroriga keldi. U yerdan bir amal qilib jalpaq sazga yetib olar. Avdi yo'lga tushish taraddudida atrofga sapsilishga boshladi. Birer tal tayoq tepilib qolsa, yo'lda uning xeyli madad bo'ladi. Poyezddan yiqilganda o'ng tizi zaxmlanib, ishib ketgan bo'lib, endi qattiq og'irmoqda edi. U atrofiga aloqsatlik bilan qarab etib, kulib tashladi. Petruxa meni boplab urgan tayoqni girishan tashlab etgan bo'lsa-chu, tayoq tepilmadi. Shu asnoda cho'lning ichidan ko'rik tarafga bir mashina kelayotganligi ko'rindi. Bu yuk mashinasi edi. Kabinkada shofirning yonida bola ko'tarib olgan bir ayol o'tiradi. Mashina darhol to'xtadi. Shofir qaramto'l yuzli qozoq yigiti kabinkaning yerim ochiq turgan aynikidan Avdini qiziqib tomosha qildi. "Ha yigit, lo'lilar kaltaklashdimi seni?" deb so'radi. "Yo'q, lo'lilar emas, o'zim poyezddan yiqilib tushdim." "Mas emasmi sen? Men umuman ishmayman." Shofir bilan heliq ayol uningga ichinib, o'zaro qozoqcha gaplashishga boshladi. Ular bechora degan so'zni jiq takrorlashdi. "Hey, man qara, mashinaga chiq. Biz jalpaq sazga ketib boramiz. Bo'lmasa, cho'lda yolg'iz o'zing o'lib qolsin. Bechora, bu yo'lda mashinalar ko'p mangmaydi." Avdining geliga bir narsa g'irq qilib tiqildi. O'zini yig'lab tashlashdan zo'rg'a tutib oldi. Kichik bolalardek xushal bo'lib ketdi. "Rahmat, birodar", dedi u qo'lni ko'ksiga qo'yib, "Menmi sizdan meni olg'ash keting deb so'ramoqchi bo'lib-atdim. Mangolmayapman, putim chataq, rahmat." Shofir pastga tushib Avdining mashinaga chiqishiga yordamlashdi. "Qani bu yoqqa kel. Mashinaga chiqarib qo'yay, bechora. Qo'rqma. Chiqaver. Ustida yuk bor. Sovxozningga borguncha yumshoqini o'ltirsin. Tamaka chekmasang bo'ldi." "Men umuman chekmayman, xotirjam bo'ling." Jiddiylik bilan ishondirdi uni Avdi. "Men oqshom yomg'irda qilib toza sovuqchilashdim. Bu yer issiq ekan. Mayli, mundaqla deb qo'ydim. Demini al, bechora." Ayol kabinkadan beshini chiqarib, shofirga "Olli nimalarni" dedi. "Xotinim so'rayotdi, qo'rsqon ochtir." Tushundirdi shofir kulimsirab. "Bakmi och." Ochiqinala aytdi Avdi. "Rahmat, yegidek biror narsa bo'lsa bering, o'lgicha unutmayman." Avdining nazarida bir qacha qo'y suti bilan o'choqda pishirilgan, hidi gubildab urib turgan oppoq non kechicha tortgan azoblari uchun Xudoning o'ziga qilgan iltifoti bo'ladi. Avdi tomoqni yeb bo'lib, moy va teri purqi buqsib turgan, qo'y yungi tiqilgan xalta tog'allar ustida uxlab qoldi.
Mashina oqshomgi qattiq yomg'irdan keyin go'zallashib ketgan cho'lni bo'ylab to'xtamasdan ketib boradi. Saqiydigan kasal tevibga duch kelganidek u yo'l Audiga shifo bo'ldi. U mashina to'xtaganda ko'zni ochdi. "Keldiq, sen nega borsan?" dedi shofir pastga tushib. "Hoy yigit, tirikmisan?" "Tirik, rahmat", javob berdi Audi. "Jalpaq sazga yetib keldikmi?" "Ha, stansiyaga keldik. Biz endi xom ashyo ombiriga boramiz." "Meni qutqizdingiz. Yana bir martaba rahmat. Ayolingizga cho'ng rahmat. Nima deb minnatdorlik bildirishimni bilmayapman." Audi shofirning yordamida kozibdan tushib etib, og'riq azobidan engrab tashladi. "Ahvoling bekmi chattaq bechora. Doktorxonaga bor", maslahat berdi shofir. "Birer tayoq bo'lgan bo'lsa, ishing xeyli osonlashadi." Audi vokzalgacha yarim soat asqaqlab bordi. Helimi yaxshi yo'lda yotgan taxtay parchasini elib olgan ekan, uningdan qo'ltiq tayoq o'rnida foydalandi. Menishi xeyli yeniklashdi. Temir yo'l relslari, ko'tirma ko'riklar, cho'ng kuchlik chiroqlar, yuk qarallari, ketayotgan poyezdlar, vokzal maydoni, umuman butun stansiya shaharchisi ustida kanaylardan buyruqlar, ko'rsatmalar, e'lonlar yangraydi. Cho'lda turli parovozlar go'dak chalatdi. Yo'lovchilar poyezdlarning kelgan-ketgini xabar qilib turadi. Xilvat yerdan kelayotgan Audiga qaynagan hayot darrov bilindi. Atrofdagi odamlar o'zlarining ish tashvishlari g'amida yugurishib yuradi. Jalpaq sozni Turkistonning eng cho'ng bekatlaridan biri deb hisoblashi bekor emas edi. Cho'ntakdagi bor yo'qi 35 so'm bilan qanday qilish, qaysi poyezdga ketishni bilmay Audining beshi qatgan edi. Endi qanday qilg'uliq? Moskvagacha qattiq o'rindiqliq vagonning bileti 30 so'm ekan. Uning ustiga bilet bo'lsa-chi texi. Bilet olsa jinni qanday boqadi? Puti bu ahvolda jarohatlarchi. Doktorxonaga berish kerakmi yoki darhol jo'nib ketish kerakmi? Audi xiyolga cho'mgan peti odam bilan to'lgan tinchiq bekat binosi ichida oqsoqlab mengib yuradi. Uning jul bo'lib ketgan, yirtiq kiyim-kechki, ko'rimsiz bo'lib ketgan abid bashirsi tayinib ketayotgan chirik taxti odamlarning diqqatini o'ziga tortdi. Hamma uningga ajablanib ko'z tashlamoqda edi. Audi poyezdlarning qo'zg'alish va yetib kelish jadvali esilgan maydonga chiqqanida o'zini saqchi xodimi kuzatayotganligini payqadi. "Qani to'xtag'ina, ey yigit." To'xtatdi uni saqchi yiqilib kelib etib. Uning jakli bilan qat'iy qarashlari yaxshilikdan derak bermaydi. "Bu yerda nima qilib yuriysan? Kim bo'lsan?" "Menma?" "Ha, sen." "Poyezdga chiqmoqchiman, jadvalga qaryapman." "Hujjat bormi?" "Qanday hujjat?" "Oddiy hujjat, pasport, guvohnoma, ishlaydigan o'rningning spravkasi." "Bor, men faqat." "Qani, ko'rsat." Audi tilni chaynadi. "Bilamsiz yo'ldosh, bu men yo'ldosh. Yo'ldosh leytenant", dedi g'ashlikka kelgan saqchi. "Men yo'ldosh leytenant. Shuni demoqchi edimki." "Nima demoqchi bo'lganligingni keyin bilib olamiz. Hujjatlaringni chiqar." Audi tenab tamtirgan peti yanchiqidan puklishib to'niqli bo'lmaydigan holga kelgan pasportni chiqardi. "Mana" deb uzatdi saqchiga pasportim. "Pasportim?" Saqchi Audiga ochiq bilan qaradi. "Sen nemishqa meni ko'ldirdisan? Pasport deydi texi." "Ha, ol, o'zingga mukofot. Men bilan bo'limga borsan, kimligingni shu yerda aniqlaymiz." "Men oxiri yo'ldosh leytenant." Audi o'zining nachar ahvoldan tayinib turgan taxtidan atrofiga bir-birlab to'plashayotgan bekorchilardan xijolat bo'lib so'zini davomlashtirdi. "Men bilamsiz, gazetning muxbiriman." "Sen tex muxbirmi?" Saqchining taqdi taq bo'ldi. Nazarda uni ochiqdan ochiq va yuzsizlarcha ko'ldirilayotgandek tuyuldi. "Ha, qani, bu yoqqa man muxbir." To'plangan tomoshabinlar mazoq qilib kulishdi. Tapqan gapini qara, muxbirmish. "Balkim texi tashqi ishlar ministri menmi deydigansan?" Ochiqqa kelgan leytenantning kaynidan mengib, poyezd kutish zalida o'tishga to'g'ri keldi. Endi Audiga kim duch kelsa, shu qayrilib qaraydi. Bir-biriga pichirlashadi. Yo'g'on yog'och o'rindiqda yuk taqilari bilan o'g'irlashib olgan odamlarning yenidan o'tib ketayotganda Audining quloqiga uzuk-uzuk so'zlar kirdi. Kichkina qizchaq, "Apa, qarang, bu kim?" Ayol, "Voy jinim balam, bu qaraqchi, ko'rdingmi? Uni saqchi tag'ang tutyapti." Er kishi, "Buning nari qaraqchi?"
Petek o'g'risi, yanchuqchi dal shuning o'zi. Ayol, voy bo'ldi qilg'in Misha, ko'rinishi shundaqdir bechoraning. Xolira joyda yo'liqib qolgan bo'lsang, u seni so'yib etishni yanmaydi. Lekin Avdi uchun eng dahshatli bo'lgan kutilmagan ish texi oldida edi. Leytenantning kaynidan vokzal yanidagi sansiz uylardan biriga qadam tashlagan Avdi o'zini saqchi idorasining derisi maydonga qargan cho'ng bo'limida ko'rdi. Üstel yanında o'ltirgan unvoni kichikroq saqchi xodimi leytenantni ko'rib o'rnidan turdi. Hamma ish joyida yo'ldosh leytenant deb doklad qildi. O'ltir, Bikbulat. Mana yana bir mehmon deb Avdini ishorat qildi leytenant. Qara, shahzodalarga o'xshaydi. Yana texi muxbirman deydi. Avdi ichkariga kirib, atrofiga hayron bo'lib qaradi va vaqirib etishga tasli qoldi. Ko'z oldida turgan narsada shamdek qetib qoldi. Eshikdan kirishda sol tarafda tikkanlik simallardan qo'pol qilib yasalgan va bo'limni poldan to'risqicha ikki bo'lakka ajratgan to'saqning kaynidagi bulonda xuddi qafasga silingan maxluqlardek bo'lib choparmanlar, nashi yiquvchilar, Petruxa, Linka, Maxash, Kölə, ikki yo'lovchi choparman va yana qandoqdir bolalar hammasi bo'lib 10-12 odam o'ltiradi. Faqat Kirshalla ko'rinmaydi. Bularning orasida o'zi yo'q edi. Balalar, nima bo'ldinglar? Nemishqa bu holga tushib qoldinglar? Ixtiyorsizlar og'zidan chiqib ketdi Avdining. Choparmanlar g'ing qilishmadi. Hatto qimirlabmi qo'yishmadi. Ular to'siqning kaynida tiqilishib o'ltiradi. Ularning chiroylari bakmi o'zgarib ketgan, shumshaygan bo'lib, qopoqlari seliq edi. Tonudingmi og'inlaringni? G'alati hijoyda ochiq yomon leytenant. Albatta, dedi Avdi. Bular hammasi bizning bolalar. Ha, shundaqmi texi? Hayron qoldi leytenant Avdiga diqqat bilan sapsilib. Nima, bu og'inanglarmi? deb so'rdi u choparmanlardan. Hech kim javob bermadi. Hammasi ko'zini yerdan olmay jim o'ltirdi. Hey, sen haqdan so'rayapman. Jakli chiqdi leytenantning. Javob berishmamsan? Mayli ko'rimiz texi. Qiziq tavga tushgan qusqushpaqidek sakratmasam senlarni. Jinoiy ishlar qonunining 317-moddasiga asosan inson qadami yetmagan joylarga avatgan chaqda meni aslab qilishsan. O'zinglarni yosh demanglar, yoshliqinglarga qarab o'ltirmaymiz. Ilgari sotlanmagan demanglar. Desanglar, ha, bu hisobga o'tmaydi. Nahmal bilan qo'lga tushdinglar. U polda chechilib yotgan Avdiga tonish, nashi bilan to'ldirilgan xalta va chamadonlarni ko'rsatdi. Ularning ba'zilari ichilgan, ba'zilari yirtilgan bo'lib, u yer bu yerda nashlar chechilib yotadi. Bo'limni yovvoyi giyohning qansiq purqi qaplagan edi. Ustal ustidagi telefonning yanida nashi silingan saranga qoplari va ayna qutilar turadi. Javob bermaganliginglar uchun ko'rgulikinglarni ko'rsatib qo'yman. Xafa bo'lishidi texi. Naq mol bilan qo'lga tushdinglar-ku deb takrorladi leytenant asabiyligi eshib. Ochig'ida uning ovozi jaranglab chiqishga boshladi. Mana dalil, mana naq dalillar. Mana sizlarning qo'lga tushgan apyon. U nashi to'ldirilgan xaltalarni puti bilan tepib ko'rsatdi. Shaykonlardan biri ablaq qechib qutuldi-da, lekin u meshaga panjaraga kelib o'ltirdi. Yaramaslar, tur, kimga da'vatman? Salpib o'ltirganingni qara. Bu yoqqa qarab tik turish. Ko'zingni uzma. Kimga da'vatman? Ko'zingni uzma deb. Sen haqqa o'xshash yaramaslar meni vagonning tegidan atdi. Meningdan rahim shafqat kutishma amdi. Ablaqlar, manqlar qurolni bilishibdi. Yana nima qilishmoqchisan? Sen haq bilan jinimning barcha ilishman. Qandaq ilishni bilaman. Hamma poyezdlarda, hamma yo'llarda senlardek quturgan ishlarni tutmay qo'ymayman. Men hech narsaga qechib qutulish olmaysan. Terlab pishib vaqiraydi u. Senlardan so'rayapman. Kim buni eski chopan? U muxbirmish. Kim bu Rodipay? Leytenant Advini qo'ldan tutib, panjara oldiga so'rab bordi. Yaxshilikcha aytinglar, og'inanglarmi? Hammasi birdam jim bo'lishdi. Avdi choparmanlarning satlashgan chiroylarga sapsilib etib, ko'zlariga zodla ishingisi kelmay qoldi. Oqshomlar cho'lda poyezdni to'xtatgan shularmi? Nashi chekib kayf surgan shularmi? Uni o'lgudek urib, vagondan tashlab etgan shularmi? Heliqi chabdas bolalar shularmi? Mana endi kamarsiz shim kiyib, yalong oyoq bo'lib, hojatga elib chiqqanda qechib ketmasin deb shundoq
qilgan ehtimal. Hali xarablashib, eski pencerede içinde kapakları düşüp o'ltiribdi. Oxirgi qatim so'ravatman senlardan, dedi g'azabdan bo'g'ilib leytenant. Men tutib turgan muni talva og'inanglarmi emasmi? Yo'q, og'inimiz emas. G'udilishib hammaylan uchun javob berdi Petruxa Avdiga xalar xalmas qarab qo'yib. Nemishqa undaq deysan, Peter ajablandi Avdi pencere tarafga yiqilishib etib. Nima, meni yodinglardan chiqarib qo'ydinglarmi? Ta'na qilib so'rdi u pencerening keyindagilaridan. Sizlarga ichim og'riydi. Qandoqlarcha bu holga tushib qoldinglar? Bu yer ta'ziya bildiradigan joy emas, silkib tashladi uni leytenant. Men endi har biringni ayrim so'roq qilaman. Popozi qildi u choparmanlarga. Kim yolg'on esa baribir oshkor bo'ladi. Gunohi bir hassa ig'irlaydi. Qani sen ayt, dedi u Maxachqa. Bizninkilarni emas, deb javob berdi tükürük chaplashgan lablarini domsaytib. Endi sen ayt, buyurdi leytenant Linkaga. Bizninkilarni emas, dedi Linka va ig'ir xo'rsindi. Bizninkilarni emas, dedi qo'ng'ir chashliq ko'la. Hammasi bir boshdan Avdidan tandi. Qiziq chaparmanlarning bu qiliqi Avdining ko'ngliga tegdi. Hammasininglar bir ig'izdan qat'iy hech qanday shubhaga o'rin qoldirmay, uningdan voz kechganligi Avdi Kallistratovga haqoratlangan va xo'rlanganlardan betar alam qildi. Avdining birdamla isitmasi o'rlab, beshi yerilgudek og'riqali turdi. Nima bo'ldi? Nemishqa meni tonimayman deysizlar? Gangirgan holda so'rdi u oxiri. Men gap mundaq. New York Times gazetining muxbiri. Leytenant uni mazoq qilib to'xtatdi. Ko'p so'zlading, yetar. Oxir men, oxir sen. Bo'ldi, bas. Beshimni aylantirma. Sening sizmi ishim chechimdimi to'li turibdim. Ket bu yerdan, to'li putlashiverma. Bular bilan koring bo'lmasin. Ularga qarata qonun bor. Shafqatsiz qonun. Ular zaharlik chekimliklarni tarqatgani va sotgani uchun darhol jazoga tortildi. Ular bilan deyishadigan gapimiz qisqa. Sen muxbir adash, tezroq bu yerdan quyruqingni xato qil. Ket ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Orani jimjitlik bosdi. Avdi Kalistratov eg'irliqni birdam u putiga, birdam bu putiga silib turadi. Ketishga aldirmaydi. Sen yo'ldosh leytenantning so'zlarini angladingmi? Dedi shu chaqcha allaqanday qog'ozlarni to'ldirish bilan mashg'ul bo'layotgan saqchi. Ashushingning borida bu yerdan ket. Rahmat deganda chiqib ketaver. Sizda mono eshikning ochqichi bormi? Deb so'rdi Avdi to'mir eshikka selingan qulupni ko'rsatib. Nima qilasan? Ba, deb javob berdi. Leytenant Advining nimishqa bundaq so'rg'inni tushunolmay. Undaq bo'lsa ishni iching, dedi Avdi. Ya'ni nimani xohlaysan? Sen kim? Darg'azab bo'ldi leytenant jiningdan to'ydingmi? Meni darhol pencere ichiga tashlashingizni so'rayman. Joyim shu yerda. Advining yuzi lavildab yonatdi. Uning qattiq asabiyligi yana tutgan edi. Vagonda neshini sirtqa chashqanida dal mana shundoq bo'lgan edi. Meni qamoqqa ilishni va sud qilishni talab qilaman, deb vaqirdi Avdi. Men mana shu adashgan badbaxtlarning biriman. Dunyo razillik va yomonliklarga to'lib ketdi. Xuddi ulardek menmu javobgarman, menmu nashi yiqqanman. Ishni iching, men ular bilan birga o'ltiray. Sotda ular jinoyatim borligini tasdiqlashadi. Gunohlarimizga tavba qilamiz, dilimiz pok bo'ladi. Saqchi shu chaqda qog'ozlarni bir yoqqa yig'ishtirdi-da, o'rnidan dikkida turdi. Bu qip-qizil sarankangu yo'ldosh leytenant. Qarang, Abd Bashirsiga sarangliqi mana men deb chiqib turibdim. Aql ushum joyida deb e'tiroz bildirdi Avdi. Men ular bilan tang jazoga tortilishim kerak. Sarang bo'lib nima qilibdiman? Shoshma, leytenant ikkilandi. U ig'ir qatnash saqchisi xizmatida shuncha yillar ishlagan bo'lsa-mu, bundaq tantaklikni endi ko'rish edi. Bu ahvolni kimgila desa zodlashinmaydi. Oraga sukut tushdi. Shu paytda kimdir biri ho'ngrab yig'labdi. Beshini tamga qartib olgan Linka yig'lamoqda edi. Petruxa uning og'zini yumishqa o'rnatdi. Quloqiga bir nimalarni deb po'paz qiladi. Gap mundaq, yo'ldosh, dedi leytenant kutilmaganda yumshoqlik bilan Avdiga. Yur, sirtqa chiqayli. Menga hammasini bir boshdan so'zlab bersan, qani chiqayli. Mang, rost deyapman. Ular yana yo'lovchilar tiqilib ketgan kutish zaliga chiqdi.
Leytenant Audini bo'sh o'rindiqqa boshlab kelib o'ltirishga taklif qildi. Ondan o'zimi uning yeniga o'ltirdi. Seningdan iltimos qilman yo'ldosh, dedi u do'stona bir samimiyat bilan. Bizning ishimizga qoshli bo'lma. Mubada meningdan o'tgan bo'lsa, ko'nglingga olma. İşimizning o'zi shundoq to'limi qiyin. O'zingmi ko'rding-ku, o'tinib qolay. Boradigan yeringga ket, sen ozodsan. Bizning oldimizga boshqa kelma. Tushundingmi? Avdi ahvolimni qanday tushundirsam, tutilgan choparmanlar to'g'risidagi fikr va mulohazalarimni qanday bayon qilsam bo'larkan deb o'ylayotganda, leytenant o'rnidan turdi-da, odamlar orasidan yerib o'tib ketib qoldi. Yo'lovchilar bekorchilikda Avdiga yana hayronu has bo'lib qarashga boshladi. U turli tuman odamlar to'plashgan to'p ichidimi otning qoshqisida ko'zga chirqib turardi. Kiyim-kechaklari yirtilgan, yuz-ko'zlari ko'kargan, qo'ltiqiga taxtay qistirgan Avdi odamlarning g'ashligini keltirib nafratini qo'zg'aydi. Yana kelib uni saqchi hilla bu yerga tashlab ketgan edi. Advining ahvoli borgan sari yomonlashdi. U qattiq qizishib boshladi. Beshi chinqilib og'riydi. Tunugin bo'lib o'tgan voqealar, kechidagi qattiq yomg'ir, basalmay qolgan puti, eg'ir jazoga duchor bo'lgan choparmanlar bilan boyiqi uchrashish Adviga amdi o'z kuchini ko'rsatmoqda edi. Advining badani kuyishib, tinmay titrashga boshladi. Butun teni kuyib ketadiganidek qiladi. U shumshib bo'ynini ichiga tortib o'ltiradi. O'rnidan turishga majol yo'q edi. Qurib ketgur qo'ltiq tayoq bo'lsa, putlarining ostida yotadi. Shu chaqda murdadek bo'lib qolgan Avdining ko'z oldi tuman bilan qoplandi. Odamlarning xira ko'ringan, har yoqqa yeyilib, surilib ketgan gavdalari, chiroy shakllari yana so'zlib, mukchib, biri ustiga biri qatlanib ketadi. Avdining ko'ngli oromsizlanadi. O'y fikri chigishlishatdi. Nafas ilishib borgan sari qilinishadi. Avdi odamga to'lib ketgan, havosi tinjiq ashu hashamatlik zalda bir o'ziga kelib, bir o'zini yo'qitib o'ltiradi. Voy, ajabmi qiynalib ketyapman deb o'ylaydi u. Odamlarning munosabati g'alati bo'lib ketyapti. Hech kimga lozim emasdeklar. Atrof bombosh, odamlarning bir-biri bilan qori yo'q. Avdi ular bir pasdan keyin o'tib ketadi, yana hoshimga kelaman. Shu chaqda heliqi qamoqdagilarga balki birər yardımım tegib qalar deb umid qiladi. Texi tunugilla o'zini o'lgudek urib, poyezddan tashlab etganini u hozir hatto eslabmi qo'ymaydi. Aslida bu qabih jinoyatchilar, nodon qotillar uning rahimini emas, g'azabini keltirishi, uningda intiqom hissini qo'zg'ish kerak edi. Lekin xiyolparast Avdi Kalistratov hayot savoqlarini o'zlashtirishni xohlamaydi. Bu yerda hech qanday mantiqining foydasi yo'q edi. Nəşi yıqıcılarının parakandichiligi o'zining parakandichiligi ekanligini u angsız turda tushunadi. Bu fidoyi rahimdillik g'oyasidami butunlayla uning yengil taklikidan kelgan edi. Choparmanlarning halokat g'oridan qutuldirish uning qo'ldan kelmadi. Ularga o'z ta'sirini o'tkazolmadi. Shuning bilan birga hammani abu qilaverishmi ojizlik alomati ekanligini tushunib yetdi. Bundaq apu qilish texi qanchalik eg'ir oqibatlarga elib borar. Lekin dunyoda baribir yaxshi odamlar qurib ketgani yo'q. Vokzaldagi yo'lovchilar ichidami shundoq kishi tepildi. Audining uduldagi o'rindiqda yuklarni tutib o'ltirgan, beshini ro'mol bilan o'rib olgan, chochlari oqargan ayol uning yordamga muhtoj bo'lib qolganligini sezdi. "Hey yigit" deb onalarcha mehribonlik bilan so'radi u. "Mijozing yo'qmi bolam? Og'rib qoldingmi nima?" "Mijozim bo'sh, lekin siz tashvishlanmang" deb kulimsirashga urindi Avdi. "Voy xudoyim-ey, nima bo'lding? Biror yerdan yiqilib tushdingmi? Qizitmang bek yuqurg'u" dedi u Avdining peshonasiga qo'lini tekkizib beqib. "Ko'zlaring qizarib ketibdi. Men qara bolam. Sen hech nega ketmay mashada o'ltir. Men berib surishtirib boqay. Balki biror doktor tepilib qolar. Ehtimol seni bolnitsada yotqizish kerakdir. Seni bu ahvolda qoldirg'ili bo'lmaydi." "Bo'ldi, avar bo'lmang" dedi Avdi uningga demi ichiga tushib. "Yo'q, sen bir pas o'ltirib tur. Men hozirlik kelaman." Bu rahimdil ayol balliq bir ayoldan narsa keraklarga qarab qo'yishni o'tindi-da, nagidir ketdi. Oradan qanchalik vaqt o'tganligi Advining yodida yo'q. Uning mijozi bakmi yomonlashdi. Nima bo'layotganligini endi pamladi. Tomoqi qattiq og'riyotdi. Hatto tukurkinimi yutolmaydi.
Ongini bo'lsa kerak deb o'yladi Audi. U shunchalik holdan ketganda ediki, shu yerning o'zida po'qlam tushib yotqisi keladi. To'pisidan dastlab petixtisimi mayli edi. Faqat ko'zni yumsala bo'ladi. Audining ko'zi amdila uyquga ilingan edi. Kutish zaldagi xaloyiq birdila harakatga keldi. Varang-churang ovoz anglandi. Audi ko'zni ochib, soqchilarning choparmanlarni elib chiqayotganligini ko'rdi. Ularni to'rt tarafdan soqchi xodimlari o'rib olgan edi. Ochig'i yomon leytenant oldida bo'lib, odamlar uningga yo'l bo'shatdi. Uning kaynidan qo'llari bog'langan choparmanlar kelmoqda edi. Petruxa, Mahash, Linka, Ko'la, ikki portlatquchi va yana olikimlar 10 odamning hammasi bor edi. Audi o'ziga zo'r berib, ming mushaqqatda taxtini qo'ltig'iga qistirdi-da, choparmanlarning kaynidan mangdi. Janjakli bilan mangsimu mahbuslarni qo'g'lab yetolmadi. Toplangan olomon orasidan u yoqqa yerib o'tish oson emas edi. Lekin choparmanlarni qanday qilib elib ketayotganligini ochiq ko'rib turdi. Vokzal ishikining oldida orqa ishiki panjarlik usti yepiq mashina turadi. Ikki saqchi choparman bolalarning qo'ltiqlaridan tutib ichiga ittirmoqda edi. Oxirida mashinaga saqchi o'ltirdi. Eshik yepildi. Leytenant shopining yeniga chiqdi. Ondan mashina vokzal maydonidan menib ketdi. Xaloyiq turli taxminlarni to'qiydi. Qaraqchilarni tutibdi. Heliqi uylarga kirib odamlarni o'ldirib yurganlar shular bo'lsa kerak. Voy, ajabmi qo'rqib ketdimi? Nadagi qaraqchi bo'lsin, ishtanga siyib yurgan bolalarku hammasila. Bola deysana, hozirgi bolalar uchirgan odamni o'ldirib ketaveradi. Hech narsaga qaramaydi. Bular nashi yig'adigan bangi bolalar, nashiga kelgan yuk vagonlarda har kuni nechisini tutadi. Shuncha tutquni bilan tugamaydi bular. Qandaq zamonlarga qoldik, ha? Choparmanlarning ochig'i alamlik voqeasi ana shundoq tugadi. Odamning ko'ngli bir xil etqusiz, mazzasizlik bilan to'ldi. Qayerda o'ltirganini yaxshi eslay olmay, Audi kutish zaliga mangdi. U putlarni zo'rg'a so'rab minib, beshi qaygan tarafga ketmoqda edi. Shu chaqda chochlari oqargan heliqi ayolga dush keldi. "Ha, mana mushu bola", dedi heliqi ayol oq xalat kiygan hamshiraga. "Nega ketib qolding, bolam? Izdavatdatdiq. Mana hamshira qiz keldi. Qizib turganda qilasan, yuqumliq kasalmikin deb andisha qilishyotdi." Undaq emas, Audining ovozi oran chiqdi. Hamshira Audining peshonasiga qo'lini tekkizdi. "Isitmasi yuqori, nima bo'ldi? Sizdan patqoq purqi kelyotdi. Iching survatamdi?" Asmaqchilab so'rdi. "Yo'q, kerak yo'q. Doktorxonaga boraylik. Doktor ko'rdi." "Mayli, men tayyor. Narsa keraklaringiz nada?" "Narsa kerakimi yo'q.